Men o'sha internetdagi PDR'dagi mana bunaqa u yoq bu yoq gap so'zlardan charchadim aka. Shogirdlaringiz orasida musobaqa o'tkaza olasizmi? O'tkaza olaman. Menga faqat bitta malatok bilan taqqa tish bilan o'tmasin aka. Normalniroq, realniroq ish haqida gaplashaylik. O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat haqida. O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat mana bunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, Mana shunaqa ishlarni qilib bilsa, pul ishlab biladi. ko'rdim men 10 taga yaqin shogird. Qaysi biri mana shu ishni eplay oladilar? Mana ikkalalari eplaydilar. Bu yoq sekinroq ishlaydi, bu yoq tezroq ishlaydi. Endi bu yoqlar ko'p ancha oldinroq kelgani uchun tezroq ishni mana shuni qilsin, o'ziga uverus paydo qilsin, tamom, keyin ishini boshlasin degan maqsadda shu odamga beramiz. Xo'p bo'ladi. Eplay olasizmi xudo xolisa? Oxirida rezultatini ko'rsatamiz. Aka to'g'risini ayting, necha foizga yordam berdingiz? Shu 30-40% ga yordam berdim. 40% ko'p emasmi? Endi ko'p bo'ldi, strashniy edi. Qiynalmadingizmi aka? Sal qiynaldik. Necha kun mashinani ustida ishladingiz? 3 kun. Mijozimizning aytishlari bo'yicha bitta joyga murojaat qilganlarida shpakilovka surib, sepib, keyin qilib beramiz degan eshiklarini hech qanaqa shpakilovka ishlatmasdan hunar o'rganayotgan jigarimizni qilib bitirdilar. O'rgatganlaridan rozimisiz o'zi? Roziman. Yaxshi ketyaptimi? Pul berganingizga arzyaptimi? Kelishsinmi Xorazmdan ham? Kelishsin, tavsiya beraman. Butun O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'izistondan ham bemalol meatina sohasini o'rganishga Kelinglar, marhamat. xuddi shu misolida g'ijimlangan mashinalarni chiroyli qilib chiqazib berishni o'rganishingiz mumkin bo'ladi.